Assalomu alaykum hurmatli ilm ixlosmandlari. Hozir men sizlarga kursi programmasidan qanday qilib foydalanish va qanday qilib biz uni video darslarni tomosha qilishimiz mumkin degan savollarga javob topamiz va uni afzalliklarini shu tariqa ko'rib o'tamiz. Bizda reklama, chunki biz programmani bepul versiyasidan foydalanganimiz uchun va bizda birinchi sahifada til tanlash. Strelkani bossak bizga kerakli bo'lgan tillar chiqadi: ingliz, portugal, ispan, fransuz, hind tillari. Bizda 5 ta til berilgan va biz uchun muqobili ingliz tili. Va biz davom etishni bosamiz. Va bizda ikkinchi sahifa, ya'ni earn your certificate. O'zingning sertifikatingni ishlab ol. Ya'ni siz har bir video darsni ko'rganingizdan so'ng sizga elektron sertifikat taqdim etiladi. Davom etish. Va bu sahifada biz ko'rishimiz mumkinki, har bir video darsdan so'ng yoki har bir video dars oralig'ida bizga o'sha ma'lumotlarni mustahkamlash uchun turli xil mashqlar taqdim etiladi. Bu o'sha uchun maxsus. Va davom etish. Bizda ro'yxatdan o'tish turlari. Ya'ni biz ro'yxatdan o'tib video darslarni tomosha qilishimiz mumkin. Aytaylik, biz Google orqali ro'yxatdan o'tmoqchimiz. Mana shu qismni bosamiz. Agar email orqali bo'lsa bu qism, yoki shunchaki mehmon foydalanuvchi bo'lsa ushbu qism orqali. Bu bo'lsa, ushbu qism bo'lsa, avvaldan akkaunt bor, lekin hozir o'sha akkaunt kodini esdan chiqarganlar uchun. Qani biz Google orqali ro'yxatdan o'tamiz. Va bizda turli xil mavzular chiqdi. Select your favorite themes, ya'ni o'zingiz uchun sevimli bo'lgan mavzularni tanlashingiz mumkin. Aytaylik, information technology biz uchun qiziq, language qiziq, business administration qiziq, design and art qiziq. Select a maximum of 3 preferred categories, ya'ni siz faqatgina maksimum 3 ta kategoriyadagi sizga qiziq bo'lgan mavzular tanlay olasiz ekan. Demak, biz uchinchisiga business administration tanladik. Aytaylik, bizga health qiziq. Healthga buni almashtirishimiz mumkin. Ya'ni biz tanlangan ustiga yana bir bosamiz. Bu bekor bo'ladi va health bizda uchinchisi. Davom etish. Ana Islom va ya'ni bu mana Google accountim. Your registration was completed successfully. Ro'yxatdan o'tishingiz muvaffaqiyatli yakunlandi va start. Va bizda birinchi sahifa. Bu asosiy sahifa bo'lib, bunda biz tanlagan kategoriyalarga oid ko'plab video darslar topishimiz mumkin. Birinchisi information technology ga oid, language uchun maxsus. Va bu yerda bari language'lar va health uchun. Aytaylik, biz health uchun see more plus belgisini bosdik. Va bizda sog'likka aloqador bo'lgan barcha video darslar, video kurslar kelib chiqadi. Video kurs kategoriyasini bossak, bizda faqat video kurslar ko'rinadi. Agar video kurs tepasidagi boshqa qismga bosadigan bo'lsak, bizda quiz deb aytaylik. O'sha video darslarga aloqador bari quizlar, ya'ni savollar ko'rinadi. Xo'sh, endi navbatdagi ishimiz. Aytaylik, biz first aid, ya'ni birinchi yordam video darsini ko'rmoqchimiz. Va birinchi video. Biz programmani bepul versiyasini ko'rayotganimiz uchun bizga reklama taqdim etyapti va biz reklamani tomosha qilganimizdan so'ng video darsni ko'rishimiz mumkin. Continue va bizda reklama. Reklama o'z nihoyasiga yetdi va biz start boshlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizda I'm Nathan Duclo. I teach wellness medicine at American Outdoor School. Hozircha bizda darslar nol foiz. Ya'ni biz endi ko'rishni boshladik.
I've been teaching wellness medicine for over 20 years, practicing as a critical care paramedic. Ko'rib bo'ldik aytaylik va bizga ko'rib bo'lganimizdan so'ng bizga savol beryapti. What is the primary reason for taking a wilderness first aid class according to the text? Shunchaki taxminiy bilib ko'ramiz, chunki biz hozir ko'rmadik video darsni to'liq va bu to'g'ri edi. Davom etish. Endi bizda ikkinchi video dars shu tariqa davom etadi. Video darslarni darajasiga qarab savollar soni oshishi yoki kamayishi mumkin. Hozir biz bitta video darsini ko'rdik hisoblanamiz va bizda sertifikat belgisi bor. Mana bu avatarda bir belgisi chiqib qoldi va biz bunga bosamiz. Ya'ni bizning sertifikatimiz tayyor. Biz sertifikatni yuklab olish uchun yana bir bor reklama ko'rishga majburmiz, chunki bizda bepul versiya. Continue oyasiga yetdi va ushbu sayt ko'rindi va bu saytdan biz send to my email belgisini bosishimiz mumkin. Bu orqali bizning emailimizga bizning sertifikatimiz jo'natiladi. Continue'ni bosishdan oldin mana bu qismda bizning sertifikatimiz qanday nom bilan nomlangan bo'ladi? Ya'ni biz qanday nomlanamiz bizning sertifikatimizda? Biz buni tahrirlashimiz mumkin. Islom va bu meni akkaunt nomim. Buni o'zgartirishim mumkin. Aytaylik, ismim Gulyora, familiyam Isaqova. Va men mana shu holatda continue qilishni bossam, menga sertifikat aynan mana shu nomimga keladi. Va mana sertifikatim. Onlayn sertifikat. Qaysi kurs tamomlaganimiz to'g'risida. Wilderness First Aid by American Outdoor School. Kursa belgisi turibdi. Endi turn back, ya'ni ortga qaytamiz. Va bizda ushbu avatar. Bu avatar bizning profilimiz, ya'ni bizning shaxsiy kurs akkauntimiz haqida xabar beradi. Tugallangan kurslar bitta. O'rtacha o'sish hozircha 0. Ko'rilgan videolar hozircha 0. To'g'ri savolga javoblar 1. Noto'g'rilar bo'lsa 0. Bizda nimaga ko'rilgan video 0 turibdi? Chunki biz 1 daqiqalik video ko'rdik. Hali 1 soat bo'lgani yo'q. Qachonki bu 1 soat bo'lsa, shunda bitta video hisobiga o'tadi. Sertifikat qismi edit my profile, ya'ni bu qismda biz profilimizni tahrirlashimiz mumkin, ismimizni yoki kodimizni yoki emailimizni o'zgartirishimiz mumkin. Turn back. Va ushbu qismda biz ko'rishimiz mumkinki, biz uchun asosiy sahifa. Internet tarmog'i biroz past bo'lgani tufayli bizda ozgina to'xtalishlar bo'lyapti. Uzr so'raymiz. Va bu bizda asosiy sahifa va qidirish belgisi. Qidirish belgisidan biz o'zimizga kerakli bo'lgan mavzuni qidirishga berib, biz o'sha mavzuga aloqador darslarni tomosha qilishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, biz Excel'da ishlashni bilmayapmiz. Shunchaki Excel deb yozamiz, kalit so'z sifatida. Va qidirishga beramiz. Va bizga Excel'ga aloqador jamiki darslar kelib chiqadi. Biz bundan o'zimizning darajamizga mosini tanlab olib, o'sha darsni tomosha qilib, o'z bilimlarimizni mustahkamlashimiz mumkin. Marhamat, mana shuncha sizga olam Excel darslari. Va keyingisi bo'lsa asosiy sahifa, ya'ni biz bularda har bittasini ushbu qismda izohlab chiqdik. Va exit the app, ya'ni programmadan chiqish, share the app. Mana shu programmani kim bilandir baham ko'rish. About, bu mana shu programma haqida ma'lumotlar o'qib chiqishingiz mumkin, albatta bu o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Va bizda hammasi mana shulardan iborat edi. Ushbu sertifikatlar xalqaro miqyosda o'tadigan sertifikatlar bo'lib, o'ylaymanki, hamma uchun
foydali bo'ladi va albatta video darslar ham juda ham tushunarli tarzda tushuntirib o'tilgan. Hammalaringga e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar.